Mana shu qishlog'imizga investitsiya kiritib, короче, zo'r qilishimiz kerak. Ey, stalker, nima qilib o'tiribsan? Telefon ko'rib, yo. Ha, to'g'ri. Ha. Ha. Ey, To'g'ri sari aytyapti kallang, lekin. basharak qursan. Bo'lib, mer bo'lib. Bashaqda chotki qo'ramiz-da, chotki qilamiz. Nima sizlar o'ylab qoldinglar? Qiziq, nima? Biz shuni qilsak nima, turistlar keladimi? Qayerdan turistlar keladi? Bizani eng eski qishlog'iga. Yo, telefon ko'rishni bas qilsa yaxshi bo'laydi-da, bitta ikkita odamlar. Ha, to'g'ri. Shu kunlarda narsalar qimirlayapti, sezyapsanmi? Yo'q, umuman sezmayapman. Chunki narsalar yo, what the hey. Aytdim, qara. Ay. Bu tegdimi sizga? Bu yo, ushlash kerak ulan. Yur, qana. Yo, do'stlar, nima qanday qimirlash mumkin bu yerda? Qani, qayerga qo'yib bo'l? Qayergadir kirib olgan, bilaman. Voy, yo, narsalar. Stop obunachilar. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. U yerda o'zim ishlatadigan modlarni hammasini tashlab qo'yganman va u yerda bir-biridan ajoyib yangiliklarni tashlab boraman. Xullas, kanal silkasi video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. Ana qishloq aytganik, yo, mana qishloq. Bola, mana qishloq. Kim bo'ldi? Yo, assalomu alaykum, nima gap hammaga? Va alaykum assalom. Kechirasiz, siz Stevemisiz yoki qishloqqa men vasha hozir qo'rqyapman-da. Yo, men Steveski qishlog'iman, короче, afshu. Fu, bu nima edi? Mana bu rosa allergiyadan chiqayotgan kasallik, afshu. Uzr, kechirasizlar. Merdolidan qo'y, ne qilmang, merdolik. Yo, mana shu nima qilishni yo'q, afshu. Fu. Yo'qot. Qildi olmamasang. Uzr, mana shunaqa kasalim bor, kechiring. Uzr, bo'ldi, boshqa qaytarmayman. To'xtanglar, sizlar qishloqlar o'zlaringiz bir xil mer nima deysiz bunga? Короче, bu nima deymiz? Bu yashasin shu yerga. Yo'q, rahmat. Merimiz juda ham ajoyib. Men boshqa shahardan kelgandim, sizlarning qishloqlaringizni ko'rib, eshitib, короче, ko'p gapirishib, afshu. Ochmadim, bu qanaqa kalalar chiqaryapti? Mer bilmadim, to'g'risini aytsam, vashshi bu Stevning kallasi, men vashshi qo'rqib ketyapman bu. Kimdan, qayerdan olib kelgan? Ba'dan bilaman, qanaqadir virus bo'lsa kerak-da, teri olib chiqishdan qaranglar. Teri olib chiqishini. Uzr so'rayman, uzr so'rayman, uzr sizlardan. Mayli, rahmat. Kim urdi mani? Kim urdi mani, menimcha? Yo'q, meni hech kim urmadi. Короче, men sizga katta rahmat. Mana bilmaydi. Urma. Afshu. To'xta. Men bu uyda o'ziniki qilib mer. Shoshma, bu yerda hech kim yashamaydi fikrimcha. Bilmadim, qishloqlar sizlar yashaysizlarmi? Yo'q, hech kim yashamaydi bu yerga. Stalker siz yashamaysiz-a? Sizning uyingiz ana yerdaydi-a? Bo'lmasa shu yerda yashayversin, maylimi mer? Yashayversin, bo'lmasa yaxshi bo'lsa. Mani boshim ortmaylar. Investitsiya kiritishimiz kerak. Hamma pul tiksin, tez. To'xtang, pul tiqishimiz kerak. Nech puldan? Mayli $50dan. Mayli, bo'lmasa men $100 stalker bilan sizga, menga, короче, o'zizga stalker bilan o'zimga to'layman, mana. Bo'ldi. Voy, kelalala. Aytgancha barchaga salom do'stlar, men ismim Shohiz. Va meniki videorolikimga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, boyagi video boshlanishida uzr so'rayman, chunki mana bu yerda narsalar qimirlab ketib, mana bunday yo deb yurib ketib, mana bu yerdan qishloqlar kelib, вообще o'zgarib ketdi video. O'zi aslida qishlog'imizni yangilashimiz kerak edi. Lekin afsuski bunaqa ish bo'lmaydiganga o'xshaydi. Ammo biz nima qilardik? Bu qishloq ajoyib zo'r ekan va bo'ldi. Sizlarga nima demoqchi edingiz? Pulni qaytarib berardim mer. Bo'ldi. Nima demoqchi edingiz? Ayli pulim nomisi olmasa. Pulni olib keldim, ikkalamiz nomimizdan berardim. Boyagi jitil bor-ku. O'sha yoqmayapti, to'ldirib yuboramizmi? Yo'q, unday demang, bu yaxshi jitil-u. Bo'lmasa to'xtang, bu o'zi yaxshiga o'xshagan, sal yutalsa ham, lekin nima desam bo'ladi? Bironta jalba, ya'ni ustidan shikoyat tushsa,
uni haydab yuboramiz. Hech qachon unaqa yovuzlik qilmaymiz. Da, to'g'ri. Aha, mayli Bo'lsa, bo'lmasa. Yurib Minecraftga kiring. Minecraftga bo'lsa siz kompyuteringizdan kiravering, ajoyib kompyuteringiz borki, men o'zim notebookimdan kiraman. Da. Xo'p. Aha. Voy do'stlar, mayli, na iloj nima ham derdik. O'zini barakasini bersin qishloqni. Mayli. Menga umuman qizim emas unaqa qishloqlar, chunki men o'zimni uyimga xo'jayinman, mayli. Shahis. Voy. Chiqing tezroq, Voy, bo'ling. nima bo'ldi? Boyagina Minecraft o'ynab turdik. Oppa. Chiqing. Voy. Nima bo'ldi? Chiqing. Ana u jitil bor-ku, hamma yo'lga tuflab tashlayapti. Yo'g'e? Ha, to'ppa to'g'ri. Tez bor, tez. Bo'l tutib turing, tuting hozir 5 minut. 5 minut ozgina sabr qilib tursanglar hech nima qilmaydi. Mana nihoyat o'zim kutgan daqiqalar va natijalarni kutgandim va endi hozir chiqchiqi babayna fotmenofa qilamiz. Qani nimalar bo'lyapti? Qani? Voy. Hozir ozgina kutib turasizlar, kofe ichib oling. Yo. Votdi. Pattar bo'lar. Otish kerakmi? Ushlayli. Tuting, otmay birinchi tuting, bundan sababini so'rash kerak. Nimalar bo'lyapti senga? Qanaqadir kasaling bormi sani? Kasal yo'q, uxladilaring. Voy. Men portlatib tashyapti. Bo'ldi, o'ldiramiz, yuring. Qani, yuring. Qayerga ketdi? Ana yurga ketdi, ha? Ammo yo'q, orqasiga o'tib ketdi, mana. Voy. Nima bu? Nimalar yuryapti? Yo. Qani boyaki? Voy, qochib ketdi o'rmonga. Voy. Bo'ling. Bo'ldi, qochib ketdi. Voy. Do'stlar, qaranglar, u qochib ketganini ba'zirga topgandek. Mer. U qaytib qopti-yu. Mer. Nima bo'ldi bu yerga? Sizda o'sha boyaki aytib deganingiz qanaqadir shu deydi-yu. Shoshma, senga ham yo'qdimi kasal? Yo'q, menga yo'qmaydi, qadi yuqadi. Qisqasi, u o'zi aqldan ozgan ekan. Shahardan, jinnixonadan qochib kelgan meni fikrimcha. Bilmadim yana, o'zi kiyib olgan kiyimida bilsa bo'lardi, jetillaga bos emasdi o'zi. Qochib ketgan bo'lsa, qochib ketganda agar qaytib kelsa, bu safar o'zim dabdalasi chiqaraman. Yo'q, o'zingiz qarab o'tiruvdingiz, bilasizmi shuni? Yo'q, prosta bitta qarasam qo'rqib ketadi-da, shunga qaramadim-da men. Men bu qishloqlarning shokka turishini, mayli. Stalker qayerga ketib qoldi ekan? Stalker orqasidan quvlab ketgan fikrimcha. Mayli bo'lmasa, men bo'lmasa hozir dam olishim kerak, va shu boshim og'rib ketdi. Sizga shu narsa kerakmi-da? Men bunaqa jitillar kelsa olish kerak. Ana unaqa g'alati jitillar kelsa nima kerak olib? Orqaga qoch. Pattar bu. Yo, sani endi shoshmaylar. Sanda nima bor? Men vash tushunmadim. Bu yoqqa do'stlar. Bitta tegdi. Ikkita qarasho. Mana chiqib ketdi. Voy. Tuman, tutalay. Mana bo'lyapti bu yerga. Biz buni buzish kerak bolalar. Bo'l, men buzib qo'ysam bo'l. Mayli do'stlar, men hozir judayam vashi nimadir yurib ketyaptimi? Narsalar yuryapti. Stalker qayerdandir paydo bo'ldi. Mayli do'stlar, vashi hozir. Voy, Stalker. Men boyakini otib tashladim, bo'ldi, yo'q. Qaytib kelmaydi. Men uni monda qidirib yuribman. Ko'rdim, teleportatsiya qildingiz mana shu yerga. Bu boy qarasam, men suvlaga ham ana qilyapti-da, nima edi? Bu qanaqadir kalalari, apshu. Sumkam yo'qdimi katta? Apshu. Yo'qmi? Voy, to'xtanglar. Voy, o'ldirib yuboraman. Yo'q, men yaxshiman. Yo'q, hazillashdim. O'tirmaydi men menga. Hazillashdim. Mana buni ichi? Qani? Yaxshi ish qildingiz-da shu. Mazzami va rahmat. Titi bo'lim ozroq. Men bundan ham yuborsam o'zimga kelaman. Yuboring siz ham. To'xtang, o'zi obunachilar bilan tezroq xayrlashib olaylik. Bizani ham bunaqa ishlar kutib turibdi endi.
ishni qildiradi bilasiz-ku. Da, to'xting bu. Ha. Hali ovga chiqishimiz kerak-ku biz. Ha, ovga chiqishimiz ham kerak edi. Mana bularni debdi. Mana investitsiya nima deydi. Shu. Buni adminni chaqiramiz bo'ldi. Shuda bo'ldi. Admin kelib to'g'rilab Yuri ketadi. xalq kelaylik, pul bilan yuri. To'xtang. Mana biz-ku. To'xtang, xayrlasha olish kerak. Obunachilik kutib o'tirmaydi-yu. Короче, Ha, to'g'ri. barchaga xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan bugun sizlar bilan biz yana shaxs va stalker MC bo'ldi. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr do'stlar. Kelasi videolar bundan ham qiziq bo'ladi degan umidda kuzatib qolinglar короче. Bom bo'ladi. Agarda tez parkovka oldiga kelmasanglar, paq qilib otaman.